Qo'rillatib ichdi qarang. Mana shu bolaga malades mashina ichib ozib oldi, qaranglar. 100 kilodan oshig'ida qorin yo'qligini qaranglar. Necha kilo edingiz? 100 dan oshig'ida. Hozir qancha bo'lib qoldingiz? 89. 89 ga tushib qoldi o'rtoqlar. Mashina ichib yurib shunaqa tushib qoldi. Nima bu o'zi asalari? Bu oltin medal olgan mahsulot. Tatariston prezidenti ham, oilasi ham shuni ichib davolangan. Ha, ozdiradimi bu? Yo'q, bu chiska qiladi. Birinchi o'rinda buni ichasiz-ku, ichi jigardagi yog' bor, gepatoz. Bu erib yo'q bo'lib ketadi. Xo'p. Plus shlaklar tozalanadi. Ichi qaytayotgan 2-3 kunda bir keladiganlar bir kunda 2 mahal, 3 mahal kelishni boshlaydi. Bu xullas kalom koni foyda. Oldin podshohlarga berilgan ekan. Doim ichib yurgan odam kasal bo'lmaydi. Ha, bu mana nomini bilib olinglar o'rtoqlar. Allatu. Bu mehrga yo doktorlarning nima mahsuloti? 3 kunda qorindagi gazlar bor, hammasi chiqib ketadi. Ana. Hammasi chiqib ketadi. 3 kunda o'zida qoringa qaytadi, u yog'iga vazn tashlashni boshlaysiz keyin. Ana. Men doim mashinasi ko'rardim, endi keyin limonad bo'lsa kerak, yana so'ramay shuni xijolat bo'laman, to'g'risi. Mana hozir bildim. O'rtoqlar qaranglar. Tibbiyotda men taboqatda bir gap bor. Qorning tekis bo'lishini xohlasang, jigaringni tozalaydigan gap bor, to'g'rimi? Aynan jigarni yog'ini tozalaydigan mahsulot ekan. Mana kommentariyaga manzil so'zini yozsangiz, lokasiyani ham tashlab berishadi, narxni yozsangiz, narxini ham yozib berishaveradi. Faqatgina yaqinlarga, qorni borlarga, jigarni yog' bosganlarga, ich ketmayotganlarga, to'g'rimi? Semizlar ayniqsa semizlarga hormonlari ham to'g'rilaydi. Ana. Tetik tutib yuradi odamni, shlaklarni tozalaydi, gijjalardan forig' qilib, bolalarga ham bersangiz bo'laveradi 2 yoshdan tevaga. O'rtoqlar kommentariyada gumbilataverasizlar, sizlarga javobni yozishadi.